Bugungi Vissol to'yxonasida bo'lib o'tadigan eng zo'r to'yga Fergana Event Management va dasturxon jamoasi meni taklif qilishdi. Ular birgalikda to'ylarni 0 dan 100 gacha planlashtirilgan holatda o'tkazishar ekan. To'yxonaga kirishingiz bilanoq mehmonlaringizni yoqimli musiqa sadolari ostida bir xil kiyingan xushmuomala qizlar o'rindig'ingizgacha kuzatib qo'yishar ekan. Bundan tashqari, dasturxon jamoasi o'zining furshet stoli orqali kelayotgan mehmonlarni hurmat bilan kutib olar ekan. Bugungi to'y dasturxonimiz esa premium holatda dasturxon jamoasi tomonidan boshidan oxirigacha tashkillangan. Ko'rib turganingizdek dasturxonimizda har bir taom, har bir assortilar yuqori sifat va did bilan mehmonlarga tortiq qilingan. Oqshom dasturxonimizga 4 xildan ortiq taomlar va desert taqdim etilgan. Barcha mehmonlar yig'ilib to'yimiz boshlandi. Birinchi o'rinda kelin-kuyovimizni yalla guruhi o'zining yor-yor sadolari orqali kutib olishdi. Go'zal raqslar orqali davramiz yanada chiroyli bo'ldi. Bundan tashqari xalqimiz suygan san'atkorlarimiz Imron va O'zbek Estradas primadonnas Yulduz Usmonova to'yimizni yanada fayzli o'tishiga o'z hissalarini qo'shdilar va to'y oxirida otilgan salyut to'yga tashrif buyurgan mehmonlarni uzoq vaqt xotirasida qoladi. Xo'sh, to'yimiz sizga qay darajada yoqdi? Fikringizni izohlarda kutib qolaman.